Ruxsat bering, sizga yillar davomida hamma yashirgan sirlarni ko'rsataman va aytib beraman. Plastrinning ikkala tomonidan ham yarimgacha kesib, barmoq qog'oz shaklida yopishtiring, shunda u mahkamroq turadi. Ikkinchisi, pechenye qutisini chetlarini samolyot shaklida buklang, so'ng uni garmoshka shaklida yig'ing, bu namlikdan himoya qiladi va saqlash muddatini uzaytiradi. Uchinchisi, 3 ta qalamni bir-biriga rezinka bilan bog'lang, shunda rasmni oson nusxalash mumkin bo'ladi. To'g'risini ayting, siz bunday chizish usulini bilmas edingiz, to'g'rimi? 4-inchisi, munchoqqa bog'lash uchun ignaga 3 marta ip o'rang va orqadan torting. 5-inchisi, galstukning ikkala tomonini 160 darajaga burang va uchini 2 halqa ichidan o'tkazing. 6-inchisi, fleshka laptop uyasiga to'g'ri tushishi uchun eslab qoling, rangli tomoni pastda, bo'sh tomoni esa tepada bo'ladi. 7-inchisi, kartoshka fri qutisini chetini buklang. O'sha buklagan yeringizga ketchup qo'ying, shunda uni yeyish yanada osonlashadi. Agar siz yana sifatli va foydali kontentlarni ko'proq tomosha qilishni istasangiz, Faktlang kanaliga obuna bo'ling.